Аңлаватқаныңыз доктор Павел Каланити қаламидagi Nafas havoga aylanganda nomli kitob. Bu kitobni Bilgajon tarjima guruhisidagi fidoyi tarjimonlar inglizchadan uyg'urchaga tarjima qilgan. To'rtinchi qism. Bir necha haftadan keyin kayfiyatimga davolg'ish asta-asta iziga tushdi. Meditsina kasbida bo'lmagan o'quvchilar bilan paranglish jarayonida shuni bayqadimki, go'yo ularni meningmi normal bir odam ekanligimga ishontirishga tirishgandek. Ularga jasad haqida so'zlab berganimda, bilib bilmay jasad erishning ajoyib g'aroyib, vahimalik hamda nihoyat bema'ni tuyulgan ish ekanligini to'xtamay ta'kidlaydigan bo'lib olgan edim. Amaliyotda bo'lsa, men har haftada 6 soat vaqtimni jasad yerish bilan o'tkazatdim. Ba'zida men ularga yana mundoq bir hikoyani so'zlab beratdim. Bir qitimliq darsda kaynimga burilib qarasam, odatda chiroyli zinnatlangan stakanlarni ishlatadigan bir qiz saboqdashim egiz o'rindiqda o'ltirib olib, bolqi bilan ushkini bir jasadning umurtqi so'nkiga nihoyat xushal holda qiqib o'ynab o'tibdi. So'ngak parchalari her tarafga uçup yürmekte edi. Mening bu hikoyani so'zlashim bundoq kishilar bilan chak-chigirni aniq ayirish uchun edi. Ammo mening uningga moyilliqim o'zimga besh qo'ldek ayon edi. Nimali degan bilan men texi bayila zo'q-sho'q bilan operatsiya pichiqini o'ynatib, bir erning ko'krak bo'shlig'ini yerib, qornini dutardek ichib qo'ymadimmi? Garchi o'lik odamning badanini yarsingizmi, ismimi noma'lum, yuzi yipilgan holati tursimu, yanala uning asli jini bor bir insonligi mana men deb to'kilib turibdi. Men jasadning tenini yerib, oshqozondan texi hazm bo'lmagan 2 dona morfin tableti bayqadim. Morfin kuchlik og'riq pasaytguchi dori, heroinning asosiy ximiyalik tarkibi. Bu shuni tushundirdiki, bu kishi titirgan qo'llarida dori qutisini tutgan peti. Yolg'iz va ochiq azob ichida bu dunyo bilan vidolashgan. Albatta, bu kishilar hayot vaqtida rozmanlik bilan tenini meditsina uchun taqdim qilgan. Biz bu jasadlarga nazar sog'inimizda oldin aytilgan o va'dalarning nihoyat tezla amaliyotga aylanganligini ko'ramiz. Ustozlarimiz bizga ularni jasad deb atamay, balki taqdim qiluvchilar deyishimizni aytdi. Chunki bu texmi ma'qul bir hukm edi. Albatta, anatomiyaning axloqiy tajovuzga yotadigan taraflari burunqi holatidan ko'p o'zgardi. Oldi bilan hozirgi o'quvchilar 19-asrdagidek o'zlari jasad ib kelmasimi bo'ladi. Meditsina institutlari qabr ko'lab jasad ib kelishini cheklaydi. Lekin nima degan bilan qabr ko'lab kelish, qotillik qilib jasad ib kelganga qaraganda zo'r ilgirlash hisoblanadi emasmi? Ayni vaqtda qotillik qilib jasad yig'ib kelish nihoyat umumlashgan bo'lib, bu qilmish uchun maxsus so'zlar ijod qilingan. Ya'ni burk. Bu so'zning Oxford inglizcha lug'atidagi ma'nosi bo'lsa, maxfiy holda boshqalarni tunjuqtirib yoki bo'g'ib o'ldirish va yoki operatsiya uchun setishni maqsad qilib odam o'ldirish. O vaqtlarda nimish yuz berdigini besh qo'ldek ayon bo'lgan doktorlarmi kamdan kam badanini meditsina uchun taqdim qiladi. Ondaqda o chaqlardagi taqdim qiluvchilar bu ishni zoti qanchalik tushunadi? Bir anatomiya professori menga mundaq degan edi. Bemor rozilik bermay qolmasin deb, biz operatsiya jarayonidagi ichinishli tafsilotlarni ularga qat'iy aytmaydik. Professorning gapi bo'yicha aytganda, bu ehtimollik nihoyat tuvan bo'lsa-mu, taqdim qiluvchilar bo'ladigan barliq ishlardan yetarli xabardor deb o'tirayli. Shundaqdimi, badan taqdim qilishdan kishilarning rayini yondirdigini, hargizmi o'z badanining qandoq bir taraf qilinishi haqida o'ylar emas. Balki bu qarordan yondirdigini 22 yoshlar chamisidagi meditsina o'quvchisining chaqchaq va mazoq aralashgan kulgisi ichida dadisi, opsi va mo'milarining qandoq qilib qiymichimi qilindigini edi. Har qitim tajriba qo'llanmasi o'qiganimda so'ngak harsi degan so'zga ko'zim tushadi va
meni qusqizadigan tajriba oxiri keldimi nima deb xiyol qildim. Ammo tajribaxonaga kirganda bo'lsa, hatto dotlashib ketgan yog'och harsidan hech farqi yo'q so'ngak harsini ko'rsammi, unchola andikib ketmaydim. So'zlab kelsam hayron qolasiz. Qusqili tasqagan vaqtim bo'lsa tajribaxonda emas. Balki tajribaxonda nihoyat yiroq bo'lgan Nyu-York shahridagi momamning qabr tishi oldida. Ya'ni uning vafotining 20 yillik xotira kunda yuz bergan edi. U kuni qandaqdir bir kuch bilan muskullarim yumshab tizlanib o'ltirib qoldim va yig'ilib atkili tasli qolgan edim. Men yarg'an shu jasadlarga emas, balki ularning navrlarga qilganlarim uchun to'xtamay kechirim so'raydim. Elimi esimda. Bir qatim toza berilib tajriba ishlayotsak, bir kishi onasining yerimli qolgan tenini ep ketishni talab qildi. Gerçi onasi hayot vaqtida roziligi bilan tenini hadiya qilayotgan bo'lsa-mu, bu kishi bu reallikni zotli qabul qilolmagan edi. Rostimni essam, men bo'lsam shunday qilgan bo'lardim. Oxirida u onasining qilib qolgan jasadini ep ketdi. Anatomiya tajribasida biz o'liklarni faqat bir jismga aylantirib qo'yatdik. Oldi bilan ularni a'zoga, ondan to'qilma, nerv va muskullargacha ayirib parchalaydik. Siz tunji kuni bu jasadlarning aslida bir janiba odam ekanligini e'tirof qilmay turolmaydingiz. Biroq siz ularning put-qo'llarining terisini so'yib, putlashgan muskullarini kesib, o'pkisini sug'urib olganingizda, yuragini yerib, bir parcha jigirni kesib olganingizda, bu bir dövün narsalarning odamligiga ishonmay qolasiz. Anatomiya tajribasi oxirga kelganda insonning muqaddasligini chaylaydigan bir ishdan ko'ra, bakrak shu kuni kechdagi xushal minutlardan qissa qilishimizga sabab bo'ladigan bir ishdak belinishga boshladi. Va buni his qilganimizda nomusdan o'lgidek bo'lardik. Bu yerda xushal minutlar degani Amerikada ko'pincha qavoqxona yoki qahvaxonalar haftada bir haqsiz yoki arzon pullik setishni yo'lga qo'ydigan va kishilar xizmatdan yinibli berib, ardug'ini chiqaradigan nihoyat umumlashgan madaniyat hodisasini ko'rsatadi. Biz kamdan-kam uchraydigan qilg'iliqlarimizni o'ylashib baqadigan vaqtlarimizda hammamiz un-tunsiz holda jasadlarimizdan kechirim so'raydik. Ya'ni kelib, qilganlarimizning insoniylikqa tajovuz ekanligini his qilganimizdan emas, balki shuni his qilolmaganimizdan kechirim so'raydik. Halbuki bu hargizmi shunchalik bir razillik emas edi. Qandoqli bo'lmasin, jasad yerishli emas, meditsinatga hamma ish Tangrining amriga xiloflik qilgandek hisoblanadi. Doktorlar tasavvur qilish mumkin bo'lgan barliq usullarda inson teniga tajovuz qiladi. Ularning ko'rganlari kishilarning eng ojiz, eng vahimaga tushgan va eng maxfiy holatlaridir. Ular kishilarni bu dunyoga ep keladi, ham u dunyoga o'z qo'li bilan uzitib qo'ydi. Inson tenini bir jism yoki mashina o'rnida ko'rish dal insonning eng zo'r azob oqibatlarini yengillatishning passiv tarbibi. O'xshash usulda insonning eg'ir azob oqibatlari oxiri berib, faqat bir pedagogika quroliga aylanib qoladi. Anatomiya professorlari bu xil munosabatning eng radikal uchidagi kishilar edi. Lekin shundaqdimi, ular jasadlarga bo'lgan yaqinchiligini davom etmoqdalar edi. Dastlabki mezgillarda bir qatim men tal arteriyasini tepish oson bo'lsin uchun bemorning ko'krak diagrammasidan chaqqonlik bilan uzun yer qachdim. Buni ko'rgan texnika yetakchimizning tari buzildi va qo'rqib, ro'yi tendin chiqib ketgandek bo'lib qoldi. Bu hargizmi mening biror to'qilma qurilmasini buzib qo'yganligimdan yoki asosiy uqumlarni xato o'rganib qolganligimdan va yoki bo'lmasa keyingi qadamdagi anatomiya xizmatini nobud qilganligimdan emas, balki mening shu qadar parvosizligimdan edi. Uning osh tatirib ketgan chiroyi va azoblanganidan eg'iziga gap mukammay qiynalib ketishlari men o'qiydigan barliq meditsina darslaridan ortiq savoq bergan edi. Men buni bizga, yana bir anatomiya professorining shundoq o'rgatganligini essam, uning chiroyidagi qayg'u shiddatli g'azabga o'zgardi va burilibla chiroyi qizirib ketgan professorlarni to'satdan koridorga so'rab chiqib ketdi. Yana ba'zi vaqtlarda jasadlarga bo'lgan yaqinchilik shunchalik oddiy ifodalanadi. Bir qatim professorimiz taqdim qilguvchining oshqozon o'smasining qoldiqlarini ko'z tutganida bizdan so'rab qoldi. Sizlarcha bu kishi qancha yoshlarda bordi? 74 yosh.
dedik biz. Bu dal mening ishim, dedi u va qo'lidagi asbobni tashlab qo'yib chiqib ketdi. Tibbiy institutda mening qimmat, hayot va mamot o'tirsidagi bog'lanish haqidagi tushunchalarim texmi cho'nqirlashdi. Men to'liq kurs vaqtimda inson munosabatlari haqida yozganlarimning amdilikda doktor bemor munosabatida o'z ifodasini topganiga guvoh bo'ldim. Meditsina o'quvchisi bo'lish sifatim bilan biz o'lim va azob oqibatga dodil yuzlanishimizga to'g'ri keldi. Bemor parvashi jarayonida garchi biz vaqtincha mas'uliyatning haqiqiy qistoqqa elishidan saqlanib qolsakmi, lekin bu mas'uliyatning zodi qanchalik og'irligini ko'rib yetgan edik. Meditsina o'quvchilari dastlabki 2 yilida asosliqi dars anglash, ijtimoiy faoliyatlarga qatnashish, o'rganish va ko'plab o'qish qatorliq ishlar bilan band bo'ladi. Shunga meditsina doktorligi qaramoqqa to'liq kursdagi o'qishning davomidagi bilinib qolishimi noit tabiiy ahvol. Lekin meditsina o'qishimning 1-yilida uchratgan qiz do'stim, keyin men bilan to'y qilgan Lucy ilmiy tadqiqotning nimadan derak berdig'ini aniq bilatdi. U cheksiz muhabbat bag'ishlashga qodir bir inson edi. Hamda uning bu tarafi men uchun unutilmas bir dars bo'lgan edi. Bir kuni kechligi u uyimdagi krestolda o'ltirib, bir elektrokardiogramma mashqi ustida bosh qotirib o'tdi. Tafsiliy kuzatish orqali u to'satdan yurak ritmidagi eng ajallik normalsizlikni bayqadi va tuyuqsiz kallasi yo'rgandek bo'lib, yig'lab tashladi. Bu elektrokardiogramma mashqi uchun ishlatilgan saylash suratlari mayli kimga taalluq bo'lsin, u bemor hargizmi hayot qololmaydi. Onun uchun qog'oz ustidagi bu to'lqinsimon siziqlar oddiygina siziqchilar bo'lmasdan, balki yurak qerintisining titrishidan toki yurakning to'xtashigacha bo'lgan barliq jarayonlarni namoyon qiladi. Hamda kishining yuragini o'rtib o'tadi. Lucy ikkimiz Yali meditsina fakultetida o'qiyotgan chog'larimizda atoqli professor Shervin Noland yili ham Yalida dars o'tayotdi. Ammo mening u vaqtdagi bilishlarim faqat uning bir o'qirmani bo'lish bilan cheklanadi. Noland bo'lsa bir atoqli tashqi kasalliklar doktori va faylasuf bo'lib, uning o'lim haqida yozgan Biz qandoq o'limiz nomli yetuk asari men to'liq o'tirgan vaqtimda nashrdan chiqqan edi. Ammo men meditsina o'qishimni boshlaganda ondan bu kitobni o'qishga muyassar bo'ldim. Men o'qib bakkan kitoblar ichida faqat mushu bir necha kitoblar dal mushundoq barcha jonliqning. Mayli u bizning kichikimizda o'qigan cho'chaklardagi oltin beliq bo'lsin yoki birovning navrisi bo'lsin. Hammaning beshiga hamon keladigan o'limdan iborat bu negizlik haqiqatni to'liq ham bevosita tushuntirib bergan edi. Men kechalari yotoq uyimda o'ltirib bu kitobni qaytar qilib tadqiq qilardim. Bo'libmi, uning mumisining kesili haqidagi tasviri hali ham esimda. U bu bobda shaxsiy kechirmish, meditsina va ruhiyatning qandoq yo'llar bilan bir-biriga ermishib, chirmishib ketadiganligini shunchalik mukammal yo'ritib bergan edi. Noland kitobda balalikdagi bir o'yin naslaydi. U tirniqini mumisining terisiga besib iz chiqaradi. Ondan bu izning qanchalik vaqtda o'z asliga qaytadiganligini ko'rsatadi. U bu orqali qerishning jarayonini tasvirlaydi va mumisining yangidan giribtor bo'lgan nafas qisilish kasaliga qo'shilib, qeri qonning qeri o'pkisidagi qerigan to'qilmalardan oksigen sumirish iqtidorining ko'rinarli ojizlashganligi va oxirida qandoq qilib yurak tiqilmasini paydo qilganligini yozadi. U yana davomlashtirib mundoq yozadi. Eng ko'rinarli bo'g'ini momamning hayot chirg'ining asta-asta xiralishi. Momam tilovatdan to'xtaganda uning boshqa barliq ishlari to'xtashga boshlagan edi. Momasining ajallik sakta holatiga qarab, Noland chavandoz Thomas Browenning Angliya xonish berdigan hurmat atiqi bir doktorning e'tiqodi nomli kitobidagi munuqurlarni esiga oladi. Biz bu notunish dunyoga qandoq tirkishish va azoblarni birga ip kagirimizni bilmaymiz. Shundaqla bulardan qutulishning taslikini texmi bilmaymiz, degan so'zini esga oladi. Men Stanfordda adabiyot va Cambridgeda meditsina tarix o'qiyotgan vaqtlarimda nurg'un zehnimni o'limning inchki jarayonlarini to'liq tushunish uchun sarf qilgan bo'lsam-mo, oxirida bu urinishlarim yana o'limni tushunish mumkin emas degan xulosa bilan natijalangan edi.
Nolandning bayonlari meni shuningga cho'nqur ishondirdiki, o'limga yuzma-yuz do'sh kelib boqmay turib, uni tushungili bo'lmaydi ekan. Men bir vaqtda shu qadar tonish va shundaqla cheksiz notonish bilinadigan o'limga bog'langan sirlar, o'limni boshdan kechirish va uning biologik ifodalarini o'z ko'zim bilan ko'rishga mabtulliqim tufayli meditsina o'qishni tanlagan edim. Noland biz qandoq o'limiz degan kitobining birinchi bobida uning yosh meditsina o'quvchisi vaqtida yurak so'qishdan to'xtagan bir bemor bilan operatsiya uyida yolg'iz qolgan minutlarni tasvirlaydi. U bemorning hayotini qutqizishga urinadi va bemorning qornini yerib, yuragini qo'zg'atmoqchi, hatto qo'l bilan siqish orqali uni qayta hayotlikka erishtirmoqchi bo'lganligini yozadi. Ustozi operatsiya uyiga kirib kelganda Noland qonga melangan holda mag'lub bo'lgan va bemor o'lib ketgan edi. Men meditsina o'qishimni boshlaganda ishlar tamoman o'zgarib ketgan. Hatto bu o'zgarish zodi kishining aqliga sig'mog'idek darajaga borgan edi. Meditsina o'quvchisi bo'lmish bizlar bemorning qornini yerish tugul, hatto bemorning badanini tutishga aron ruxsat qilinatdiq. Ammo o'zgarmagan bir ish dal qon va mag'lubiyat orasiga yoshiringan qahramonlarcha mas'uliyat tuyg'usi edi. Bu menga bir doktorning haqiqiy obrazining nimadan derak berdiganligini o'g'itib qo'ygan edi. Men shahid bo'lgan tunji tug'ut dal tunji o'lim edi. Men yaqindala kutubxonada kitoblar dövösiga ko'milgan. Qahvaxonada dars konspektlarimni qaytarib tadqiq qilgan. Hatto karvatdami qo'lda yasab olgan kartinalardagi muhim nuqtalarni pishig'lagan yuqori zishliqdagi 2 yillik o'rganishimni oxirlashtirib, meditsina komiteti imtihonining birinchi qadamini tugatgan edim. Endi keyingi 2 yilni abstrakt narsalar bilan hapilishib emas, balki o'rgangan nazariy bilimlarimni doktorxona va ambulatoriyada bemorlarning azobini yengiltishga tatbiqlashni asosli vazifam qilib, bemorlar bilan o'tkazatdim. Men bu mezgilda tunji bo'lib kechini kecha, kunduzni kunduz demaydigan ayollar va tug'ut bo'limining to'lg'oq va tug'ut uylarida o'lgudek ishlash bilan boshladim. Kun o'ldiray deganda xizmat binosiga qarab mang'ash, to'lg'oqning qadam bosqichlari va shuningga mos holdagi balyotqo bo'ynining kengayishini damsiz, bu vaqtning qanchalik tuvalliganligini ko'rsatib beradigan bekatlarning nomini damsiz. Ishqilib, vaqti kelganda lozim bo'lish ehtimolligi barliq bilimlarni esimga elib olishga urindim. Bir meditsina o'quvchisi bo'lish supatim bilan mening vazifam kuzatish orqali o'rganish va doktorlarga putlashib yurmaslik edi. Meditsina doktorlik o'qishimni puturib, o'zim xohlagan bo'limda tarbiyalanayotgan praktikant doktor va uzoq yillik klinika tajribasiga ega sestralar mening asosli yetakchilarim bo'ladi. Ammo shundaqdimi bir qo'rqinish butun vujudimni qopladi. Bir kutilmagan hodisa yoki tasodifiylik yuz berib kelib, balani o'zim yolg'iz tug'dirishga to'g'ri kelsa, ham mag'lub bo'lsam, qandoq bo'lib ketaman? Mening mush xiyollar bilan kallam vahimaga to'lgan edi. Ular meni men yetakchilik qiladigan praktikant doktor bilan ko'rishtirish uchun doktorlar aram elish uyiga boshlab kirishdi. Men kiribla kresloda yetib olib, qo'lidagi sandvichni och qolgan odamdek vakshilik bilan yalmab yutib, televizor ko'rgach bir tarafdan ilmiy jurnal maqolasidan birini o'qiyotgan tun qop-qora chachliq bir yosh ayolni ko'rdim. Men uningga o'zimni tanishtirib ahvol so'radim. "Hey", dedi u. "Ismim Melissa. Yordam kerak bo'lsa meni mushiyadin yoki dejurnixondan topalaysiz. Haras, sizning hozir qilishga tegishli eng muhim ishingiz bemorimiz Garsiya xonimga qarash. U 22 yoshda. Homilasi qo'shkezak. Ya'ni kelib, baldir tug'ilib qilish oldida turadi. Uningdan boshqa ayollarning hammasi normal tug'ut qatoridagilar. Tushundingizmi?" Melissa bir tarafdan sandvichni ishtaha bilan yegash, yana bir tarafdan Garsiyaning kasallik ahvoli haqidagi bir qator paketlar bilan meni ko'miblayotgan edi. "Man qarang, Pavel. Bu qo'shkezaklar endi 23,5 haftalik bo'ldi. Umidimiz qanchalik vaqt uzarta olsak, shunchalik vaqt homilning bakrak yetilishiga kafolatlik qilish. 24 hafta homilning hayot qilishidagi eng tuvanchak. Shunga har bir kunning qiymati nihoyat zo'r. Tushundingizmi? Biz bemorning to'lg'ig'ini kontrol qilish uchun har xil dorilarni beryapmiz." U shundoq deb turchiga Malissaning chaqirg'usi sayradi. "Bo'ldi", dedi u jiddiylik bilan putini kreslodan tushirib. "Men chiqmasam bo'lmaydi. Siz birdan bu yerda dam olsangizmi bo'ladi?
Televizorda nurg'un yaxshi kanallar bor. Yoki bo'lmasa, men bilan birga chiqsangizmi bo'ladi? Men Melissaga agishib, sestralar punktiga chiqdim. Bir tam butun to'lqinsimon yiroqdan o'lchash liniyalik kuzatish ekrani bilan to'lgan edi. O nima? So'rdim men. Umi. O partorimetr va homilning yurak ritim uchurlarini yetkazib beradigan asbob. Men sizni bemor bilan ko'rishtiray, Aras, o inglizcha bilmaydi. Siz ispancha bilamsiz? deb so'rdi u. Men beshimni chayqadim. O meni bonusga boshlab kirdi. Uy ichi qop-qorong'u edi. Tug'utliq ayol karvatda tep-tinish yotadi. Qo'rsqig'i kuzatish uskunasi o'rnatilgan bo'lib, to'lg'aq ahvoli va homilning yurak ritmi bayman sestralar punktida ko'rgan yiliqi yo'g'on ekranga yetkazilib beriladi. Karvatning bosh tarafida eri ayolning qo'lini mahkam siqimdigan holda cheksiz andishlar ichida g'amkin o'ltiradi. Melissa ularga bir necha ig'iz ispancha bir nimalarni pichirlagandan keyin meni ilib sirtga chiqib ketdi.